O'zbekistonda agar qarzdorligingiz bo'lsa, sizning mashinangizga даже gaz ham quymas ekan. Ana, ko'rdingizlarmi videoni? Mana Aduda oldi zapravkada kameralar bilan ishlayapti. Mana shu ikki mashinaning qarzdorligi bor uchun quyilmadi. Hurmatli haydovchilar, qarzdorliklarga e'tibor berib qo'yinglar. Quyishmayapti. Qaysi qonunlar qoldi? Yozib qoldiringlar. Yana qanday qonunlar o'ylab topsa bo'ladi bu xalqni shu darajada qahrini, g'azabini keltirish uchun nima qilsa bo'ladi? Bu viloyat hokimining qarorimi, bu kim? Tuman hokimining qarorimi? Yo, bu soliq inspeksiyasidanmi? Majburiy ijrodanmi? Kimdan bu? Shu darajada bu odam endi gaz quyish uchun borib molini yo'q, qo'yini yo'q, texnikasini, jihozini sotish kerak. Yo kimgadir qarz olish kerak, qarz bermasa ma'qul. Unda nima qiladi? Shu sotadi-da, keyin kelib gaz qo'yadi. Bu просто shoki. Unaqa tartib qoidalarni ko'rib hayron qolasan-da odam. Nimalar bo'lib ketyapti bizga?